İnson o'zi bilan qabrgacha 3 ta narsani olib ketar ekan. Birinchisi oilasini, ikkinchisi mol davlatini, uchinchisi amallari. 3 tadan 2 tasi ko'milgandan keyin qaytar ekan. Oilasi va mol davlat. Faqat amali qolar ekan. Amali uni olib ketar ekan. Endi mol davlati qanday qabrgacha boradi desangiz, shu bu dunyodagi shu mol davlati tufayli to'plagani obro'lari, e'tibori bilan, hurmatidan shu qabrga ko'mguncha odamlar sabr qilar ekan endi. Bo'lmasa shuni ham qilmay qo'yaveradi. O'zi ko'pchilik odamlar erta bir kun men olamni tark etsam ko'madigan hech kim bo'lmay, sharmanda bo'lib qolmay deb bu marosimlarda ishtirok etib yurganlar ham ko'p. Men bormasam ertaga menga ham kelmaydi, ko'madiganim bo'lmaydi deb qo'rqqanidan ham kelib yurganlar bor. Bo'lmasa kelmaydi-ku.